dinni qo'g'dash yoki vatanni qo'g'dash yoki pul molni qo'g'dash yoki oilasini qo'g'dash yo'lida shahid qilingan bo'lsa, o'zini o'limga tutib berdi. Balalarni yetim qo'ydi, oilasini vayron qildi, u yerga bormagan bo'lsa o'lmaydi deganga o'xshagan ba'ayni arab jahiliy davridagi kishilarga o'xshash fikr qildi. Shahidlar mengu o'lmaydi, ular hayot. Alloh yo'lida kelgan har bir aziyatga, hatto putimiz kirgan bir tal tikanga Alloh taolo qiyomat kuni ajr beradi. Bizning mukofot oldiga yerimiz oxirat. Herkes o'ylamanglarki, bu islom xizmati, islom da'vosi olimlarga xos ishdi. Agar bundoq bo'lsaydi, Arqam shirin ay vaqtini buzib, o'zining uyini sahobalarga ochmas edi. Biz ilgirki dersimiz degandek musulmonlar o'zaro maxfiy to'plashib, Makkaning sirtiga chiqib, birlikda jamoat bo'lib namoz o'qiydi va yengida tushgan oyatlarni o'zaro tafakkur qilishadi, munozir qilishadi. Ular bir kuni Makkaning sirtiga chiqib, birlikda namoz o'qiyotgan vaqtida, ularning yandan bir to'p mushuklar o'tib ketib, "Hey ota-onasining dinidan yonganlar" deb ularni haqoratlaydi. Musulmonlar namozni tugatib, ularga raddiya qaytaradi. Shunday qilib ikki taraf bir-birisidan urushib qoladi. Musulmonlar safidagi 17 yoshlik sahoba Said ibn Abi Waqqas bir parcha tugining so'ngki bilan bir mushrikning kallasiga urib, uning kallasini etildirib etadi. Shunday qilib bu qon islom yer yuziga tushgandan keyin tunji Alloh yo'lida iqitilgan qon bo'ladi. Said ibn Abi Waqqas men islomda tunji Alloh yo'lida qon oqqizgan kishi deb bu ishidan faxrlanadi. Lekin bu ish musulmonlarning vaziyatini texmi keskinlashtirib etadi. Mushriklar musulmonlarga bo'lgan nazoratini texmi chingitadi. Jamoatlar o'zining jamiyatidan musulmon bo'lganlarga besim ishlatib, ularni o'zaro uchrashishdan cheklaydi. Shunday qilib musulmonlarning maxfiy to'plashishi qiyin ahvolga kelib qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu haqda boshqa turib, sahobalarni Abu Bakrning uyiga yig'ay desa, u ko'z ko'ringan kishi, mushriklarning ko'zi onunda. Abdurrahman ibn Avf mushundaq, Osman ibn Affan mushundaq, zodi sahobalarni nega to'plash kerak? Kimning uyida maxfiy holda uchrashish kerak? Mushunda izlanayotgan kunlarning birida Allohning yordami har vaqt biz o'ylamagan yerdan keladi. Xuddi Fir'avnning hoylasidan Musa chiqqanga o'xshash, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom izlagan bu uy musulmonlarga eng o'chmanlik qilgan va musulmonlarni doim kuzatib turadigan mahzumlar jamiyati ichidan chiqadi. Bu ishning tafsiloti mundaq. Quraysh qabilasi ichida ikki cho'ng jamiyat bo'lib, uning birisi mahzum jamiyati, yana birisi Hashim jamiyati. Mahzum jamiyati bo'lsa Abu Jahilning jamiyati. Hashim jamiyati bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning jamiyati. Bu ikki jamiyat birisi bilan xuddi baygiga tushgan otdek raqobatdagi jamiyatlar. Birisi bir yaxshini qilsa, yana birisi uning bilan raqobatlashib, yana bir yaxshini qilgan. Masalan, Hashim jamiyati 100 tugi qurbonlik qilib, xayr saxovat qilsa, Mahzum jamiyati 110 tugi qurbonlik qilib, xayr saxovat qilib, Hashim jamiyatining oldiga chiqdi. U yana birini qiladi. Mushunda qilib ikki jamiyat har qanday ishda birisi bilan raqobatda edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning gapi chiqqandan keyin Mahzum jamiyati Abdul Muttalibning yetimiki, Allohning payg'ambarimish, o bütün insoniyatga avatilganmish, u tehi bizning ilohlarimiz haqida noit ig'ir gaplarni qilib yuribdi deb payg'ambarimiz haqida noit salbiy gaplar bo'lib ketadi. Bu gaplarni anglab turgan Mahzum jamiyatidagi 18 yoshlik Arqam ilgari ajaba Muhammadni hammasi axloqli, rostchil deydi. Endi bu ishga kelgan vaqtida Muhammad yolg'onchi yoki jinchatlashib qolgan bo'lib qoldi-ya, to'xta. Men bu ishni bir surishtirib baqay deb payg'ambarimizning yaqin do'sti Abu Bakrni izlaydi va Abu Bakr bilan ko'rishib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom haqida so'raydi. Hazrati Abu Bakr Arqamga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tushgan vahiy haqida tafsiriy so'zlab berdi. Arqam Hazrati Abu Bakrning so'zlarini tafsiriy anglagandan keyin shu hamon musulmon bo'ladi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan uchrashish uchun Ka'baga keladi. Va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni Ka'baning to'yida bir narsalarni xiyol qilib o'ltirganligini ko'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashiga kelib salom beradi va o'zining musulmon bo'lganligini aytadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zining jamiyatiga raqobatchi va dushman bo'lgan jamiyat ichidan Arqamning musulmon bo'lganligini anglab nihoyat xursand bo'ladi. Arqam payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga: "Ey Rasululloh, mening uyim mushu Safa tog'ining yendila. Men yengida to'y qilgan, dadam menga bu uyni Makkadagi eng hashamatlik, eng cho'ng uy deb elib bergan. Men sizni uyimga bir boshlab olay" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Bo'ladi, sen bag'ash tug'in, men keyindan boray" deydi. Arqam ma'qul bo'lib uyga qaytadi va uyga kiribla xonimiga o'zining musulmon bo'lganligini va payg'ambarimiz haqidagi gaplarni va tushgan oyatlarni o'qib beradi. Ayolimi shu vaqtda musulmon bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Arablarning tushlik vaqti bo'lgan tik tush vaqtida, kishilarning hammasi shirin uyquga ketgan vaqtida Arqamning uyiga boradi. Bundaq vaqtni berishi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Arqamning uyidan bir narsani ko'zlagan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Arqamning uyiga yetib keladi. Arqam va uning ayoli payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni qizg'in qarshilab, uni nihoyat yaxshi kutib oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tamoqlarni yeb bo'lgandan keyin Arqam payg'ambarimizga: "Ey Rasululloh, agar xohlasizlar men sizlarga uyimni bir aylantiray" deydi.
Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam qo'shiladi. Arqam Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamni boshlab o'ylarining hammasini cho'g'iltib chiqadi. Avvalda bu uy nihoyat hashamatlik va cho'ng uy edi. Bu uyning saloniga 40 odam azada patadi. Bu uyning odam nihoyat ko'p o'tishib turadigan sapotig'ining yeniga joylashganligi. Shundaqla musulmonlarga o'chmanlikni chechib turayotgan Mahzum jamiyatining ichidan bo'lganligi qatorliq bu afzalliklar tufayli bu uy Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sahobalarni maxfiy to'plab tarbiyalash uchun izlayotgan uyning o'zi edi. Lekin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yanada musulmon bo'lgan Arqamga nima deyalsin? Ammo Arqam islomga eg'izda emas, qalbidan shundaqla mohiyatini tunib kirgan edi. İslamның qurbonlik va haqiqat yo'li ekanligini aniq bilgan edi va musulmonlarning hozirgi ahvolini nihoyat obdan biladi. Arqam Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga: "Ey Rasululloh, mening uyim sening uying. Xohlasang bu uyni qachon, qanday vaqtda, qanchalik ishlatgan bo'lsa, ishlat" deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam qalbidagi gapning Arqamdan chiqayotganligini anglab, nihoyat suyunib ketadi. Yo'li yurgandek va zimmisidagi tog' ilib tashlangandek yeniklab qoladi. Yangidan to'y qilib, go'zal uyida shirin o'tkazayotgan Arqam islomni qabul qilgandan keyin, "Ey Rasululloh, mening uyim sening uyingdir" deb islomning tunji yadro a'zolarini tarbiyalash uchun ishkini etishi Makka mushriklarining, bo'libmi o'zining jamiyatidan bo'lgan tuqqanlarning nayzisiga va o'qiyalariga maydasini ochqanga o'xshash xatarlik ish edi. Chunki bu vaqtda mushriklar musulmonlarni nihoyat inchik kuzatayotgan, musulmonlardan bir xatolikning sodir bo'lishini 4 ko'zlan kutayotgan, sabab tafsilan musulmonlarga zulm qilishga tayyor turayotgan bir payt edi. Ya'ni kelib bu vaqtda musulmon bo'lganlarning soni 20 ga yetmaydi. Islomning texi kelgusi noma'lum, qandoq bo'lishi, qandoq oyoqqa chiqishi aniq emas edi. Bundaq vaqtda fidokorlik ko'rsatish faqat islomni mohiyatdan tushungan, haqiqatan qalbidan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammed Allah'ın elçisi degan bu shahodatni haqiqiy tushunib, shart va talablar bilan aytgan odamni qila oladigan yuksak fidokorlik va qahramonlik edi. Chunki islom kuchlangan vaqtida islom uchun nurg'un kishilar tuhfa qo'sha olishi, nurg'un kishilar fidokorlik ko'rsata olishi mumkin. Chunki bu vaqtda islom uchun fidokorlik ko'rsatgan kishi olqishlanadi, kishilar tomonidan hurmatlanadi. Lekin hozirgidek musulmonlarning soni 20 ga yetmagan bunday vaqtda islom uchun tuhfa qo'shish faqat uning savobini oxiratda kutgan odamni qila oladigan ish. Yana birisi bu vaqtda Arqam faqat 18 yoshda edi. Endi 18 yoshlik o'zini musulmon deyotgan yoshlar, o'zingizlarga bir qarab boqinglar. Islom uchun qanchalik tuhfa qo'shdinglar, qanchalik jafo tortdinglar, qanchalik xatarga tavakkul qildinglar. Arqammi sizlar ishongan Allohga ishongan, sizlar ishongan payg'ambarga ishongan, sizlar ko'zlagan jannatni ko'zlagan. Biz nima qo'yda, nima ishlarning keyinda yuguryapmiz, nima ishlarda zehnimizni mashg'ul qilyapmiz, nima ishlarda vaqtimizni zoya qilyapmiz. İslam xizmati, islom da'vosi xiyolinglarda bormi? Hargiz o'ylamanglarki, bu islom xizmati, islom da'vosi olimlarga xos ish. Agar bundaq bo'lsa edi, Arqam shirin oy vaqtini buzib, o'zining uyini sahobalarga ochmas edi. Islom da'vosi hargizmi yolg'iz diniy olimlarning ishi emas. Islom da'vosi uchun Arqamga o'xshash fidokor yoshlar kerak. Hazrat Abu Bakr, Abdurrahmon ibn Avf, Osmon ibn Affonga o'xshash tijoratchi savdogarlar kerak. Abdullah ibn Abbosga o'xshash olimlar kerak. İslam davasida islomga e'tiqod qilgan har bir shaxsning majburiyati va mas'uliyati bor. Chunki islom eg'izlaman musulmon deb qo'yishlan bo'lmaydi. Iymon islom badal talab qiladi, isbot talab qiladi. Badalning eng qimmati, eng ulug'i bo'lsa, xuddi Arqamga o'xshash islom ojiz vaqtida qilingan fidokorlik va badaldir. Qarab boqadigan bo'lsak, Arqam faqat buninglarla to'xtamay, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan hayotining oxirigacha birga bo'ldi. Nurg'unlagan jihatlarga qatnashdi. Lekin Arqam tilga ilinsa, Arqam qatnashgan jihatlar emas, Darul Arqam. Arqamning Hoylisi degan islom uchun tunji ochilgan maktab tilga ilindi. Demak, Arqamning islom ojiz vaqtida qilgan bu fidokorligi, bu badali, tutgan ro'zlarini, qilgan sadiqalarini, hatto qilgan jihatlarini soyisli qilib qo'ydi. Arqamning uyi kishilar ko'p o'tishadigan Safa tog'ining yendagi avod joyda bo'lg'achqa, sahobalarning maxfiy holda kirib chiqish uchun nihoyat munosib edi. Yana kelib Arqamning jamiyati, ya'ni Mahzum jamiyati payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning jamiyatiga raqobatchi, dushman jamiyat bo'lg'achqa, uning jamiyatida sahobalarning maxfiy to'plashadigan o'rnining bo'lishini hech kim xiyoliga keltirmaydi. Shunday qilib islomdagi tunji maktab, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning maktabi musulmonlarni yomon ko'radigan va nihoyat salbiy qarashda bo'layotgan Mahzum jamiyati ichida Darul Arqam nomi bilan ochildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalarni bu maktabga maxfiy holda to'plab 4 xil jihatda tarbiyalash ilib bordi. Birinchisi, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalarda sog'lom aqida yetildirdi. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisi degan bu
bu shahodatni shart va talablar bilan tushuntirib, ularning qalbidagi barliq ma'budni, ya'ni ularning qalbidagi ular cho'ng bo'ladigan har qanday narsani ularning qalbidan supurib tashladi va Allohning eng buyuk zot ekanligini tuntish orqali ularda Allohdan boshqadan qo'rqmaydigan, Allohdan boshqaga tavakkul qilmaydigan, Allohdan boshqaga iltijo qilmaydigan, yordam va nusratni faqat Allohdan deb qaraydigan tirik ruh yetildirdi. Shundaqla qilgan har bir ishini Allohning roziligini ko'zlaydigan va Alloh bilan o'zining o'rtasida hech qanday narsani vasita qilmaydigan sop aqida yetildirdi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularning qalbiga la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisi degan bu shahodatni haqiqiy ma'nosi bilan o'rnatdi. Shuning bilan ular Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydigan, Alloh yo'lida kelgan har qanday aziyatga Alloh mukofot beradi deb sabr qiladigan, uningdan qaqshamaydigan, Alloh yo'lida xizmat qilishning keyniga yonmaydigan, faqat va faqat jannatni ko'zlaydigan sop niyatlik, sop aqidalik sahobalarni yetishtirdi. Ular qalbini faqat Alloh sevgisi, Alloh roziligi va Alloh mukofoti bilan to'ldirg'achqa, Alloh yo'lidagi hech qanday xizmatdan keyniga chekinmadi va Alloh yo'lida kelgan har bir aziyatni oxirat hayotidagi mukofotga erishishning fursati deb qaradi. Mana bu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning sahobalarini tarbiyalashdagi birinchi nuqtasi. Shuning uchun o'zini payg'ambar metodi bilan tarbiyalaydigan odam oldidan o'zida sog'lom aqida barpo qilish kerak. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisi degan bu shahodatni qalbiga muhr qilish kerak. Shu vaqtda qalbidagi qo'rqinch, mal savdosi, o'zini ko'rsatish, riyokorlik, minnat qilish va Alloh yo'lida kelgan musibatlarga qo'xshash amalni bekor qilib o'tadigan bu ishlardan saqlanadi. Ikkinchi nuqta, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalarini Darul Arqamda tarbiyalagan ikkinchi nuqta bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalarning fikridagi jahiliyat fikrini tozalagan. Ya'ni jahiliyat bir odam haloldan bo'lsin yoki haromdan bo'lsin pul topsalar u odamni muvaffaqiyat qozong'uvchi deb qaraydi. Xuddi bugungi zamonaviy jahiliyat kunimizga o'xshash. Biz bugungi jamiyatimizda bir odam pul topqanli bo'lsa, uni muvaffaqiyat qozong'uvchi deb qaraymiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalardagi bu iddiani yuyib tashlab, haqiqiy muvaffaqiyatning oxiratda, ya'ni abadiy hayotda bo'lganligi, bizning asli jannatlik insonlar bo'lib, bu dunyoga vaqtlik imtihon uchun kelganligimiz. Shuning uchun pul topqanlarga nisbatan pulning o'zi bir imtihon va sinoq, ilm bilganlarga nisbatan ilmning o'zi bir sinoq va imtihon. Kim imtihonni yaxshi bilsa, uni muvaffaqiyat qozong'uvchi yoki emasligi qiyomatda, ya'ni abadiy hayotda oshkor bo'lganligini sahobalar o'rgatdi. Va shundaqla jahiliyat davrida bir odam haqiqat yo'lida o'lib ketsa, u odamni halok bo'lg'uchi, o'ltirguvchi, nohaq bo'lsa-mu, zulm qilgan bo'lsa-mu, saq qolganlik uchun u g'alaba qilguvchi hisoblanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalarga bir odam haqiqat yo'lda, ya'ni dinni qo'g'dash uchun, vatanni qo'g'dash uchun, oilasini qo'g'dash uchun, pul milni qo'g'dash uchun o'lib ketsa, u odamning shahid bo'lganligi, ya'ni abadiy hayotda eng yuqori martabaga erishadiganligi, ularning o'lik emas, halok bo'lg'uchi emas ekanligini sahobalarga singdirdi. Bugun kunimizdagi zamonaviy jahiliyat davrimiz qarab boqadigan bo'lsakmi, bir odam haqiqat yo'lda, ya'ni dinni qo'g'dash yoki vatanni qo'g'dash yoki pul milni qo'g'dash yoki oilasini qo'g'dash yo'lida shahid qilingan bo'lsa, o'zini o'limga tutib berdi. Bolalarni yetim qo'ydi, oilasini vayron qildi, u yerga bormagan bo'lsa o'lmaydi deganga o'xshagan ba'ayni arab jahiliyat davridagi kishilarga o'xshash fikr qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yuqorisi shahid qilinishdan tortib to'ni putqa tikan kiyguchilik Alloh yo'lida aziyat topgan bo'lsa, uning mukofotini abadiy hayotda, ya'ni o'lgandan keyin cho'qim oldiganligini aytib, sahobalarning fikrini bu dunyodagi tor doiradan abadiy hayotdagi oxirat doirasiga ulg'agan. Shuning uchun sahobalar zolim qarshi urush qilib o'lib ketishdan hech qachon ansirmagan. Dini yo'lida aziyat kelib qolsa, bu mening oxiratda mukofotga erish fursatim deb uning xushallik bilan yuzlangan. Bugun kunimiz qarab boqadigan bo'lsak, Alloh yo'lida kelgan musibatlarga nisbatan qo'xshaymiz. Alloh ko'mamdigando, Alloh tosmamdigando deganga o'xshagan Allohga nisbatan isyon pozitsiyada bo'lamiz. Hatto haddan oshgan ba'zi kishilar payg'ambarlarning varisi bo'lgan olimlarni haqoratlab, bizning mushu kun qilishimizga sababchi bo'lgan mushular deb jahiliyat davridagi jahiliyatchi fikrdan halqib, xuddi o'zining diniy olimlarini, payg'ambarlarni o'ldirgan yahudiylarga o'xshab qolmoqda. Pul ketmaydigan, jon ketmaydigan yerda yaxshi musulmon, ammo badal to'laydigan yerga kelgan vaqtimizda o'zimizning iymonidan qo'xshaymiz, bizga yo'l boshlagan olimlarga haqorat qilamiz. Biz tilimizda, harakatimizda musulmon bo'lgan bilan, fikrimizda to'liq musulmon bo'lib qolmoqlik. Biz fikriy islohot olib berishimiz kerak. Ya'ni Alloh yo'lida o'lish, halok bo'lish emas, u bir shahidlik. U payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom umid qilgan yuksak maqom. Shahidlar mengu o'lmaydi. Ular hayot. Alloh yo'lida kelgan har bir aziyatga, hatto putimiz kirgan bir tal tikanga Alloh taolo qiyomat kuni ajr beradi
yashaydiq. Bizning mukofot oldigan yerimiz oxirat, dunyo bo'lsa ishlaydigan, jafo tortadigan yerimiz deb tushunadigan bir fikr kirishimiz kerak. Biz mushu fikr kelgan vaqtimizda o'zimizning iymon iqodini yiqilib qo'yib turib, zolimga qarshi otlanamiz. Ve zalim qarşı elib bağın hareketlerdi kelgan musibatlarni qiyomat kuni erishadigan mukofotimiz uchun fursat deb sabr qilalaymiz. Üçüncüsü, yani Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Darul Arqamda sahabalarga elib bağın terbiyenin üçüncüsü bolsa ruhiy terbiye. Yani Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sahabalarga ruhiy terbiye elib berish orqali ularga kuchli irade ve chidamchanlik yetirdirdi. Çünkü bu sahabalar tunji avlod musulmon bo'lganlar bo'lib, bular islomning yadro a'zolari hisoblanadi. Bunda bo'lgan ekan, bular har xil musibatlarga, har xil qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Shuning uchun ularda yuksak chidamchanlik va iroda bo'lmasa, olg'a ilgarilanmaydi, keyniga chekinib qoladi. To'rtinchisi, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalarga axloqiy jihatdan tarbiya ilib boradi. Ya'ni zolimga sukut qilmaslik, haqiqat kim tarafda bo'lsa, shu haqiqatning yenda turish, payg'ambarga, ya'ni o'ziga itoat qilish, o'zaro yordamlashish, ojizlarga, yetim misrlarga yordam berish, boshqalarning haqqini yevonmaslik, yomon ishlardan yiroq turish, va'dasida turish qo'xshash axloqiy jihatda umumyuzlik tarbiyalaydi. Bugungi musulmonlar, ya'ni biz yuqorqi 4 nuqtada tarbiyalanmagachga, ismimiz musulmon, harakatimiz musulmon, ammo zihnimiz dahi musulmon emas, aqidamizda dahi la ilaha, to'liq qurullashmoqlar, xuddi saxta puldek qarisi musulmon, lekin qimmatimiz yo'q. Bularning hammasi biz payg'ambar metodi bo'yicha dahi tarbiyalanmaganligimizning ifodasi. Agar biz yuqorqi 4 nuqtada o'zimizga qaytadan bir qarab chiqib, o'zimizni qaytadan bir tarbiyalaydigan bo'lsak, bizda ajoyib o'zgarishlar bo'ladi. Çünkü bu metod tecrübeden ötken ümmet kuruştaki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'nın metodu. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sahabalarını mahfi halda ettigen akşamlarda Erkam'ın uyuga yığıp, ulağa yukarıda 4 noktada terbiye edip baradı. Yenidən Müslüman boğala ulağa kuşladı. Müslümanların köpeyişi müşriklerini sarasımıga saladı. Bir nesi deydiyse Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam aşkar halda kişilerini İslam'a çağırmaqla, kişilerini tallab, xususiy şekilde İslam'a çağırgan. Ama özü Kabe'nin tövde aşkar namaz okuydu. Müşriklar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a vahiy kelganligini biletti. İtiraf qilgisi kelmasimi, lekin biletti. Aradan mushu holatda 3 yil o'tdi. Musulmon bo'lganlarning soni taxminan 30 ga yetdi. Bu vaqtda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning balasi Abdullah dunyoga keldi. Lekin uzun o'tmay vafot topdi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam 44 yoshga kirgan vaqtida, ya'ni payg'ambarlikning 4-yili Alloh taolo da'vatni oshkor qilish uchun, ya'ni kishilarni umumyuzlik shaklda oshkor islomga da'vat qilish uchun tuyandik oyatni nazil qildi. Va anzir ashiratakal aqrabin. Yaqin xish aqrabalarini, ya'ni tuqqanlarini islomga chaqirgan. Bu oyat tushgandan keyin payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselam o'zining jamiyati va boshqa tuqqanlarning hammasini to'plab, nihoyat cho'ng bir ziyofat urulashtirdi. Tuqqanlar ziyofat qilishdan ilgari payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselamning nima deydiganligini va bu so'rovning maqsadini bilib bo'lgan edi. Payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselam gap boshlashdan burun payg'ambarimizning tog'asi Abu Lahab gap boshlab, "Ey Muhammed, agar sen bu ziyofatni, bu so'rinni bizga haliqi dinning gapini qilish uchun to'plagan bo'lsang, bo'ldi, qilma" deb payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselamga haqorat qilib, so'rinning kayfiyatini ushirib o'tdi. Payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselam so'rinning kayfiyatiga qarab Abu Lahabga hech qanday gap qilmaydi, boshqalarga gap qilmaydi. Shunday qilib kishilar g'o'drashgan holda qaytishadi, birinchi so'rin natijasiz holda oyoqlashadi. Payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselamning Abu Lahabning haqoratlariga raddiya bermasligida da'vatchilar uchun, kishilarni islomga chaqiruvchilar uchun nihoyat cho'ng bir hikmat bor. U bo'lsa-mu bir odam so'rinning kayfiyatini buzib, haqorat ustida gaplarni qilgan vaqtida bu vaqtda gap qilmaslik lozim. Keyin so'rinning kayfiyatini boshqadan bir shakllab, u vaqtda gap qilish lozim. Payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselam bu so'rinda shuning uchun gap qilmadi. Chunki gap qilsa Abu Lahab bir narsa deydi, undan keyin boshqalar bir narsa deydi. Bu sorun bir jidalga aylanib ketadi. Shuning uchun bu sorunni mushu holatda oyoqlashtiradi. Kishilar ketgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yenidagi jiyan o'g'li Hazrat Aliga qanday qilamiz deydi. Hazrat Ali yana bir qatim chaqiraylik deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir qatim ularni to'playdi. Va bu qatim Abu Lahab gap boshlashdan burun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom gap boshlab, ularga so'z qildi. Ularga nim dedi, tuqqanlarning pozitsiyasi qanday bo'ldi? Bu tafsilotlar qiziqsanglar diqqatinglar kelarga bersin. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim. Kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim. Kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim.